Harimdagi 2 xonali uy, $400. Uyda shkaf bor, mebel bor, chiroyli yevro remont uyimiz, pardasi bor, mana bu narsalar qo'yish uchun joyimiz bor, televizor o'rnatish uchun joy bor, Wi-Fi bor, xonalar alohida, koridorimiz uzun yo'lakkina, vonna tualet bitta joyda joylashgan, kafellangan, narxi $400, qo'yliq 4-massivda, shkaflari bor, spalniy kravat, kreslo, stul, televizor LG bor. Mana kanichkani yonginasidagi dom, profilda bundan boshqa uylar bor. Sizlar bilan makler Akmal. Xolodilnik, televizor, stiralka, konditsioner, hammasi bor. Kuxnyamiz. Hamma momentlar hozir remont qilyapti, o'shani yopib beradi, chiroyli qilib beradi. Stiralka ishlaydi, 6 kilonli. Remonti zo'r, dekorlardan ishlatilgan. Uglovoy stul ham taxta. Mягкий mebellar bor. Konditsioner bor. 4-massiv yonidagi bog'chani yonidagi dom. Profilda bundan boshqa uylar bor. Sizlar bilan makler Akmal. Rasmlar, lokatsiyani Telegram kanalidan olasizlar.